Assalomu alaykum. Bugun 14-aprel 2025-yil. Kultaj avtoservisi Cobalt avtomobili. Biz bu mashina konditsioner radiatorini kanallarini svarka qildirib keldik. Bu teshilgan ekan. Konditsioner qo'shaman dedi, egasi aytadi, ishlamaydi dedi. Sababini aniqlab qarasam, dalilini berib, bu yerda plasmas bo'ladi. Ko'pchilik bilan plasmas nima bo'ladi? Plasmasdan shoxuz. Plasmas. Qadada qoldilar buni. Plasmas chiyib yurib, oddiy plasmasdan element teshadi. Ko'p ko'rganmiz, buni ko'pchilikda bo'ladi. Kimda shunday Cobalt mashina bo'lsa, qalab qo'yinglar. Ichidan qarasangiz, shundan ma'lum bo'ladi. Radiatorga aslan ichidan qaragan vaqtda bu yerda plasmasli etgan joyidan radiatorga, konditsionerga ishqalanib yuradi tag'in. Aslan yurib, shuni o'tishga paydo bo'ladi. Keyin yozga kelib, sezon vaqti konditsioner qo'shing desa, konditsioner ishlamaydi. Zafarga taqob mashina Turkiyasini ham almashtirib berajaqmiz. Ishtaragan ekan, muammo bo'lmasdan toza Turkiyadan uстановка qilib beramiz.